Assalomu alaykum. Balandlikka qandaysizlar o'rtoqlar? Hozir siz bilan birgalikda mana shu binoning turar-joy majmuasining 15-qavatiga chiqamiz. Bu yerda yashaydigan siz u biz yaxshi bilgan bir ijodkor Maftunaxon Shokirova bizdan, ya'ni Akbarich kompaniyasidan eshiklarini xarid qilganlar. Uylariga biz yetkazib o'rnatib berganmiz. Uylari ta'mirdan chiqqan, tayyor holatda bizni kutyaptilar. Biz hozir boramiz u eshiklar ularga ma'qul keldimi yoki biroz yoqmagan joyi bo'ldimikin? Mana shu haqida suhbat qilamiz. Suhbatda esa siz bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Tayyormisiz? Ketdik. Eshikni o'zim ochib kiraverdim, Maftunaxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kiravering, sizni kutib turdik. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Uydan boray bo'lsin. Rahmat. Zo'r chiqdi. Top keldik. Tashagan manzilingiz bo'yicha. Xo'p, kompaniyamizga murojaat qilgan ekansiz, Akbarich kompaniyasiga. Endi birato'lasi shu eshiklarimiz bilan birgalikda o'zi uyi qanaqa chiqibdi, ko'ngillari to'libdimi, nafaqat uydan, balki eshiklardan ham bir-ikki og'iz savol bilan sal suhbatingizni olaylik dedik. Bo'ldi, kiring, men hammasini aytib beraman. Aytib berasizmi? Batafsil. Batafsil. Uylar zo'r chiqibdi, Maftunaxon? Yoqdimi? Zo'r, juda ham zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Tabiat ham tashqari tomon juda zo'r, juda ham chiroyli. Qarang, endi uy qurishi o'zi, tepasida turishi o'zi oson emas-da. Qiyin narsa. Nimalar o'tdi? Qiyinchiliklar nimada bo'ldi? Bo'ldi, yetadi shuni o'zi. Siz ancha narsa o'qib oldingizmi shu joyda? Bildim. Yo'q, rostdan qiyin ekan. Men o'yladim, shu puling bo'lsa, bundan berib tursang bo'ldi-da, deb o'yladim aslida. Yo'q, unaqa emas ekan. Har bitta narsani sizdan so'rashadi baribir. Qanaqasini qo'yaylik? Chunki bitta narsa deydigan bo'lsak, masalan, oddiy batareyani ham deylik, 85 xili, 850 xili bor. Hamma narsani tanlashingiz kerak. Unisi, bunisi deb keyin sekin tushunlar ekansiz. Nimaga ular farq qilyapti? Men aytdim o'zi. Eshikda ham shunaqa bo'ldi. Rosa qidirdik, rosa tanladik, oxiri tushunib oldim o'zim. Men eshikchi bo'lib ketaman deb o'yladim o'zi. Yaxshi tushunib oldingizmi? Yaxshi tushunib oldim hammasini, remontni. Agar nimaga patkuluch xizmati bor. Yo'q, o'zingizda xohlasangiz. Yaxshi, bu tajriba. Qarang, eshik ishlab chiqaruvchi kompaniya O'zbekistonda ko'p-da. Masalan, Instagramga yozadigan bo'lsangiz ham juda ko'p chiqib keladi. Bozorga borsangiz, har turidan bor. Lekin siz aynan Akbarich kompaniyasini tanladingiz. Nima uchun? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz akajon, tinchmisiz? Bular akamlar. Asosan remontni shular boshida turdilar. Unda turing, keling. Kompaniyalar ko'p, eshik tanlashda, lekin siz Akbarich kompaniyasiga murojaat qildingiz. Nima uchun? Xo'p, men boshdan aytib beray, endi qanaqa bo'ldi? Menda aynan eshikka kelganda juda qiyin nima bo'ldi. Nimaga endi eshikka? Kimdir aytdimi, eshik tanlashing juda alohida mavzu? Yo'q, endi mana birinchi qilgan ishim Instagram kovlab chiqdim. O'shanda Akbarichni ham ko'rdim. To'g'risini aytsam, men surishtirdim, ozgina qimmatli qildi men uchun. Keyin men bozorga tushishni boshladim. Qo'yliqqa tushdim. Novzada har xil eshiklar bor, bilsiz, qator shunaqa kompaniyalar bor. Hammasiga kirdim. Hozir hammasi meni tanishsa kerak. Kirib chiqibman, narxlar juda ham, nima desam ekan, 100 so'mga ham bor, aytsak, 1 million, necha millionga ham bor-da. Men tushunmayapman, nimaga bunchalik bitta eshik bir-biridan narxi bilan farq qilyapti. Sabab bo'lish kerak baribir. Sabab bo'lish kerak. Keyin surishtirishni boshladim. Keyin nimaga bunaqa deyapman? Bu aytayapti, ichi pustoy, bu bunaqa materialdan bo'lgan, bu suvda ishadi, bu nima qilmaydi, artsa bo'ladi, buni artsa bo'lmaydi. Shu endi bir-biridan shunaqa xilma-xil eshiklar ko'ryapmiz. Keyin men aytdim, to'xta dedim. Endi hamma narsani yaxshi narsasini qo'ygandan keyin eshikni ham odam yaxshisini qo'yish kerak dedim. Keyin men yana qaytib keldim Akbarichga. Va aytdim, yo'q, sizlar sifatli ekansizlar baribir. Ishonchli odamda anaqa qildirgan yaxshi eshikni deb shularni tanladim oxiri baribir. Premium klass baribir bilinadi. Bilinadi. Qaraganda. Qarang, kompaniyaga borganingizdan keyin uy dizaynini, interyerini so'rab o'zlari tavsiya qilishdimi yoki siz oldindan aniq reja bo'yicha mana shu tarzdagi neoklassika uslubidagi eshik tanlayman deb borgansiz? Dizayn chizdirganmiz boshdan, neoklassik qilib, chiroyli qilib chizdirganmiz, lekin men eshik tanlagani borganda juda ham eshiklarga mahliyo bo'lib, yana anaqa o'tlab ketadi odam. Men bunaqa qilgim keldi dedim, lekin dizaynerim qo'ymadilar. Yo'q, siz remontingizga umuman tushmaydi. Siz mana shuni qilishingiz kerak dedilar. Yo'q,
keyin qaradik, mana shunaqa soddagina tanladik. Oldindan demak o'sha dizayner ishlaganda? Dizayner ishladilar, chunki dizayner nafaqat mana bu ko'rib turgan narsalaringiz, ichkaridagi toklar qayerdan o'tishigacha chizib beradilar. Shundan ustalar osongina qiladi-da, ha, bu yoqdan qilishim kerak ekan, ha, mana buncha metr ketar ekan deb hisob kitobi bilan beradi. Dizayner sizga tushunishimcha aniq reja bergan. Reja. Shu reja bo'yicha ketsangiz, demak, uyingiz hammasi zo'r bo'ladi. Ketgan bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, necha kunda ishga yetib keldi? Buyurtma berganingizdan keyin? Ha, buyurtma berdik. Biz o'zi 15 kunda tayyorlab beramiz deyishdi, lekin biza tarafdan sal tayyor bo'lmadi, chunki eshikni anaqalarini taxlashimiz kerak-ku avval eshik kelishdan oldin. Keyin o'sha narsa tayyor bo'lmay qolganiga sal biz surdik. Men o'zim aytdim, ozgina bir oyla qilib bering dedim. Shu bir oyda zakazdan keyin qo'ydik. Aytgan vaqtingizda yetib keldi. Aytgan vaqtimda. O'zlari kelib joylashtirib berishdimi O'zlari hattoki xabar olishdi, bo'ldimi? Eshigimizni qo'yaylikmi? Keyin men aytdim, ha, ozgina cho'ziluvdi dedim. Bo'ldi, endi keyaversanglar bo'ladi. O'zlari kelib 2 kun davomida qotirib, birinchi arkasini, keyin eshigini, karkasni anaqa sepib ketishdi, ko'pinglar. Keyin eshikni kelib o'rnatishdi. Qarang, arkasgacha o'rganibsiz. Bitta harf sal kam qoldi. Yana ozroq o'rgansangiz yetib olasiz. Arka deb men endi anaqa ma'noda aytdim, arkasi deb. Xo'p, uyga mehmon kutdingizmi yana? Ha, mehmon kutdik. Mehmonlar kelib shu eshikka munosabat bildirishdimi yo? Bildirishdi. Birinchi bunday qaraganingizda meni eshigim aynan ana oddiy eshikka o'xshaydi, chunki juda ham soddasini tanlaganmiz ko'rinishda, lekin yaqin kelsangiz bilinadi kraskasi, ushlaganingizda moshnost deydi, juda ham yaxshi sifat ekanligi bitada bilinadi. Hamma aytdimi? Hamma aytdi. O'zi bilganlar bo'ldimi? Akbarichdan Yo'q, qayerdan oldinglar, zo'r ekan-a deyishdi. Men sразу aytdim, Akbarich dedim. Yaxshi. Biz imkon qadar sizlarga mana shu eshiklarni qisman, o'zimning tilim emas, mana mijozimizning tillaridan aytib tanishtirishga harakat qildik. Endi qolgani o'zingizdan. O'zi aytganlaridek haqiqatdan ham uy qurishdan oldin, qayta qurishdan ham oldin, ta'mirlashdan ham oldin albatta dizayner bilan birgalikda ishlash kerak va shunda ishingiz aniq, puxta reja asosida ketadi. Xo'p, 3 ta so'z bilan eshiklarning ustunligini aytasiz, kompaniyani ustunligini aytgan bo'lasiz bu orqali va tavsiya etasizmi yo'qmi, bu fikr o'zingizda. Bo'ldi. Birinchi katta ustunligi sifat. Sifat men chunki juda ko'p eshik ko'rganim uchun bemalol ayta olaman, sifati juda ham yuqori darajada. Hattoki siz oddiy eshik tanlasangiz ham, u bilinib turadi sifatli ekanligi. Oddiy deganda narxi ham pastini tanlasangiz ham bilinadi. To'g'ri. O'ta chunki narxlar balandlari ham bor-da orasida. O'rtacha tanlaysizmi, pastini tanlaysizmi, sifati hammasi zo'r. Ikkinchi katta yutug'i eshikni shunaqangi vыборi kattaki, o'zingizam adashib ketasiz-da. Agar dizayningizni o'zgartirib yuboradigan darajada xilma-xillar. Shunaqa eshik yoqib qoladi ba'zilari. Eshiklarning ko'pligini ko'rib, har joydan eshik ochgisi keldimi uyga? Men aytdim, o'zi hatto zalniki boshqacha bo'lsin dedim. Yo'q dedilar dizaynerimiz. Qo'ymadilar. Xilma-xilligi juda ham ko'p. Va vaqt masalasi bu o'z vaqtida? Ha, o'z vaqtida, chunki bu agar remont qilganlar bo'lsa, bu narsa qiyinligini hamma biladi. Mebellarda ayniqsa, hamma narsada vaqt masalasi cho'zilib ketadi ko'pincha. Bularda 15 kun dedilar. 15 kunda menga telefon qilib eshiklaringiz tayyor dedilar. Shu, men tavsiya qilaman albatta. Agar har yil eshik almashtirib, boyvachcha bo'lmasangiz, pulim ketaversa ham mayli demasangiz, Akbarichni tanlang. Siz bitta eshik qo'yasiz, umringizning oxirigacha shuni ishlatasiz. Bo'ldi. Eng zo'r tanlov shu bo'ldi. Eng zo'r tavsiyam shu bo'ldi. Sizga rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun, taklif qilganingiz uchun bizni. Salomat bo'ling. Rahmat, xush kelibsiz. Uylar bor bo'lsa yana bir bor. Rahmat. Salomat bo'ling. Maftunaxonning uylaridagi eshiklarni ko'rib, ichki interyerni ko'rib, baribir sizni ham xayolingizdan men ham uylarimni qayta remont qiladigan bo'lsam, xuddi mana shunday eshiklar o'rnataman desangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga doimgidek mukammal taklif beramiz. Biz siz istagan o'lchamda, siz istagan dizaynda va siz istagan mukammallikda eshiklarni tayyorlab beramiz. Akbarich, ko'ngil tinch. Sog' bo'ling.